Aka, san'atlar necha pul ekan? 16600 qilib beramiz aka, ko'ring. Aka, menga ma'qul. Kartada 17000 dollar puli bor. Yechib rasmlashtirib to'g'rilab bering. Aka, tushunarli, ichida 17000 pul bor ekan, zdachisiga bayda qilib beraymi? Nima? Qo'yirmang. Aka, agar xohlasangiz buni o'zini pulini naqd to'lamasdan, o'zini pulini hech qanaqa foiz qo'shilmasdan bo'lib to'lashga ham qilib berishingiz mumkin. Bitta tushuntirib beraymi? Yaxshi bo'lar. Agar siz 25% boshlang'ich to'lov qilib beraman desangiz, Kia Sonet avtomobilni 18 oy, ya'ni 1,5 yil muddatga foizlarsiz bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari 40 yoki 50% boshlang'ich to'lov qilib 28 oygacha 3,5 million so'mdan oylik to'lovni to'lab berishingiz ham mumkin. Sizda 199 million 900 ming so'mlik Kia Sonet avtomobili uchun 60%, ya'ni 120 million so'm qo'lingizda pul bormi? Qolganini 36 oyga 2 million 200 ming so'mdan to'lab berish imkoniyatiga egasiz. 70% bilan esa 48 oyga foizsiz muddatli to'lovga barcha pozitsiyalarni xarid qilishingiz mumkin. Bu imkoniyatni sizga faqatgina Kia Navai avtosaloni bera oladi. Manzilimiz Me'morlar Chunchida joylashgan Kia Navai avtosalon. Batafsil ma'lumot olish uchun esa pastdagi telefon raqamlari orqali bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin. Barchangizni Kia Navoiyda kutib qolamiz.